Kojenniy kreslo yaxshimi yoki setishniy kreslo yaxshimi? Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Yoz kunlarida bu havo o'tkazadi. Havo isib ketganda ham o'tirasizlar, belingda ortiqcha nekomfortni his qilmaysizlar-da. Buni belni поддержка qilib turadigan qismi bor. Ichida buni kachaniya mexanizmi bor, mana. Bu keyin baland past bo'ladi. Mana tushirasizlar, kachaniya mexanizmini o'chirib qo'ysa ham bo'ladi, mana. Kunigacha ishlamaydigan bo'lsangiz, 2-3 soat o'tirib, kompyuterda bir-ikkita ishlarni qiladigan bo'lsangiz, buni podlokotniklari mana baland past bo'ladi. O'zingizga moslab regulirovka qilsanglar bo'ladi. Buni spinkasi откидной, mana o'zingizga moslab fiksatsiya ham qilsanglar bo'ladi. Baland bo'ldi. Pastga tushadi. Bunga bu narsa to'kilib ketsa, artib olsanglar toza bo'ladi. Bunda bitta minusi shu, mana o'tiradigan joylarga bu narsa to'kilib qolsa tog' bo'lib qolishi mumkin. Agarda siz kuniga ko'proq o'tirib ishlaydigan bo'lsangiz, sizga komfortnirog'i kerak bo'lsa, men sizga shu setishni variantni tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Agarda shu ikkitasidan bittasi sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldirsangiz, biz sizga aloqaga chiqamiz, ko'proq ma'lumotini berib o'tamiz.